Assalomu alaykum, hurmatli bozor obunachilarga. Men sizlarga garishni 20 talik, 30 talikdan so'raganlar, ham apparatga tegtirib deyapman. Bolasi xunajin akalar. Bolasi ham 1 oylik, 2 oylik shunaqa. Janovar sutkalar. Qo'li ham o'rnashaveradi. Apparat kerak emas molimizga. Oyoqlari ham cho'tki mollar olaman deganlar ham akalar. Buni ham bolasi novvos buniki. Bunisi ham, bunda ham 10 ta. Bunda 20 ta. Bu tayinli ko'ringlar chiroyligini. Bular qaranglar. Dehqonnikida biz akalar. Dehqonni o'zi chiqib ketgan ekan, mol beradi. Kelishdimi? Sotaveramiz akalar. Bu molimizni ham bolasi divanda yotar akalar. Bolasi xunajin. Janovarni qaranglar, surkalar ajjonli sovg'asi. Bunga ham 15 ta 10 ta beryapti. 10 tasini olaverasizlar. Molimiz qisir akalar, bola qo'shaveradi. Bitta ko'zi ko'r bu molimiz akalar. Ochiq oydan aytaveramiz. Janovarni qaranglar. Bunda ham 5 ta 6 ta suti bor. Akalar bemalol aloqaga chiqaveringlar. Dehqon akamiz kelishtirib beradi. Nomerlarni qo'yib beramiz akalar. Bolasini ovoz. Bu 2 oylik, 3 oylik bor akalar. Qaranglar. Onasi yemaydi. Shuni qo'shib yedirib yoniga yeyveradi. Sutdan chiqarib olsalar ham. Bittadan layt bosib qo'yinglar. Janovarni qaranglar akalar. Pokizaligiga ham layk bosib beramiz akalar. Janovar tutayapti. O'ta mahkam bor. Kattaligiga qaranglar akalar. Galishdan 2 ta tuqqan. Quloqlarni qaranglar, quloqlarni. Turchi. Akalar bu ham novvos ekan. Adashibmiz. Janovar ko'chat bo'zar bu. 1 oylik ham bo'lmagan ekan bu. 20 kunlik borda akalar. Aloqaga chiqaverasizlar. Janovarga bittadan layt bosib qo'yinglar. Kalalarni turishini qaranglar. Zavodiskiy to'qon. Akalar ko'ra aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Nomerlar qoldirib qo'yamiz, bemalol aloqaga chiqib layk bosib qo'yamiz. Paka.